Rajab oyi harom, ya'ni ashhurul harom oylardan biri hisoblanadi. Harom oylar 4 ta bo'lib, Muharram, Zulqa'da, Zulhijja va Rajab oyi harom oyi bo'ladi. Harom oyi deganimiz bu oyda urush janjal qilish, urush ishlarini olib borish, shunga o'xshagan yomonlik ishlarini qilish haromga aylantirilgan. Ana o'sha harom oylarning hammasi ulug' oylar hisoblanadi. Undagi qilinadigan ibodatlarning savobi ko'paytirib beriladigan oylar hisoblanadi va shuning uchun bu oyni kunduzlarida ro'za tutsa savob bo'lish umidi katta. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom ham tutganlar, lekin ayni bir ma'lum kunni soni aytilmagan. Albatta oyning hammasini ro'za tutish ko'rsatmasi yo'q. Payg'ambarimiz ham bu oyni hammasini boshidan oyoqgacha ro'zasini tutmaganlar, balki imkonga qarab qo'ldan kelganicha ko'proq tutishga harakat qilingan va shuning uchun savobi ham ko'proq bo'lgan. Rajab oyi harom oylardan bo'lganligidan, muhtaram oylardan bo'lganligidan, bu oyda qilingan amalni savobi ko'paytirib berishi va'da qilinganligidan nafl ro'zalar tutsa, ana o'sha ro'zalarni tutgan kishilarga savob ko'p berilishi umidi bor.